do'stlar, kanalimga xush kelibsizlar. Sizlar bilan doimiy Xan Vlogs va bugun 11-oktyabr Koreyada bayram, Hangul deyshadi, ya'ni koreys alifbosini yaralgan kunimi, xullas mana shunaqa bayram. Koreyslar buni albatta nishonlashadi. Bugun hamma joyda hamma dam oladi. Avtobusim keldi. Hozir avtobusga chiqamiz do'stlar. Yetib keldik do'stlar. Bizda havo sovuq tushib qolgan уже. Buni ertalab bildim. Chunki doim ertalab yugurishga chiqaman. Bugun ertalab chiqsam, havo juda ham sovuq do'stlar. Hayron qoldim, qanday qilib bir kunda shunaqa sovib ketishi mumkin. Qaytib kirib, issiqroq kiyinib chiqmoqchi edim, lekin babi yugurganda odam babi qiziydi, shuning uchun. Mana kirish joyi. Kirishdan oldin albatta bu yerda ko'rib turganlaridek hamma odamlar QR kodini skrin qilib o'tib ketishyapti. QR kodni skrin qilish uchun kakao topga kiramiz. Telefonni mana bunaqa qilib bu yerda QR kodi chiqadi do'stlar. Va bu yerga kelib mana bo'ldi do'stlar. Endi kreativ albatta mana bunaqa harorat o'lchanadi. Mana do'stlar 36.2 chiqdi. Aytgancha mana bunaqa cheleshka olishim kerak. Ana endi ketdi do'stlar. O'zi oladigan narsa bunaqa ko'p emas, lekin babi qo'limda hozir bitta qo'limda kamera bo'lgani uchun hamma narsalarni bir qo'limda ko'tarib yura olmayman. Demak, bu QR kodi nimaga skin qilinadi deb so'rashinglar mumkin. Koreyada hozir demak koronavirus уже 4-darajaga chiqdi, ya'ni juda ham kuchayib ketdi degani bu. Shuning uchun har bir binoga kirayotganingizda, xoh u oshxona bo'ladimi, kafe bo'ladimi, restoran bo'ladimi, kutubxona bo'ladimi, nima bo'lishidan qat'iy nazar mana shunaqa QR kodi skrin qilish kerak. Bu yerda mana telefonlar bor ekan do'stlar. Telefonlar, hamma narsa, xullas texno magazin ekan bu tarafi. Lekin biz telefon olgani kelmadik. Xullas hamma joyda mana shunaqa QR kodlarni birinchi skin qilib keyin kirasiz. Buning sababi agar mana shu kuni, demak bugun 11-oktyabr bo'lsa, men hozir skin qildim-ku, bu yerda demak ro'yxatda yozildi 11-kuni mana shunaqa odam, demak mana shu vaqtda shu joyda bo'lgan deydi va hozir mana bugun shu mijozlarning orasidan kimdandir koronavirus aniqlanadigan bo'lsa, shu yerda bo'lgan, mana shu vaqtda bo'lgan insonlarni tezda topib olish uchun ana shunaqa QR kodi skin qilish majburiy qilib qo'ygan. Bu demak birinchi etaj. Birinchi etajda bari mana shunaqa narsalar demak. Biz uchun bu yerda kerakli narsa yo'q, shuning uchun biz hozir pastga tushamiz, pastki etajga. O'zi bugun uydan chiqishdan oldin ko'rishim kerak edi. Bu anaqa demak supermarket ochiqmi, yopiqmi? Chunki bugun bayram, dam olishlari ham mumkin, bekor bo'lishi ham mumkin edi, lekin men hech narsaga qaramasdan chiqib oldim, yaxshi. Ochiq ekan. O'zbekda galla sabetdan keyin ishlaydi, bekorga aytishmaydi-yu. Doim uydan chiqqandan keyin galla ishlaydi shu do'stlar, shunaqa. Mana buni qaranglar do'stlar, Halloween bayramiga oz qoldi, shuning uchun mana bunaqa narsalar qo'yilgan. Halloween bayramida ham xudo xolasa sizlar bilan Koreyada Halloween bayrami qanday nishonlashini ko'rsatishga, vlog olishga xudo xolasa harakat qilaman agar band bo'lmasam, vaqtim bo'lsa. Bu yerda mana ko'rib turganingizdek hamma narsa bor do'stlar. Bugun nimagadir odam juda ham ko'p, nimagadir emas, chunki bugun bayram. Bayramligi sababli odam bu yerda juda ham ko'p. Nimagadir cho'ta hamma menga qarab urilyapti. Hozir birinchi oladigan narsalarimizni olamiz, keyin aylanamiz do'stlar. Xullas, bu yerda mana pishiriqlar, nonlar birinchi bo'lib mana non olishimiz kerak, lekin tugab ketibdi do'stlar. Mana
Bu yerda juda ko'p nonlar turardi, turli xil, lekin hammasini sotib olib bo'lishdi do'stlar. Bu tarafda mana pishiriqlar hammasi mana shu yerda tayyorlanadi, mana shu supermarket ichida. Hop. Bu tomonda ham pishiriqlar. Hozir endi non yo'q ekan, demak go'sht olamiz do'stlar. Tayyor pishirilgan go'sht olamiz. Men doim tayyor narsa olaman, chunki uyda ovqat qilmayman. Odam ko'pligini qaranglar do'stlar va birinchi marta ko'rishaman odam ko'pligini. Qayerga yurishim bilmayman do'stlar, hammaga urilyapman. Xullas, mana bu yerdan go'sht olishimiz kerak. Mana do'stlar, turli xil go'shtlar tayyor pishirilgan, faqat mikrofonga qo'yib isitib yeysiz bo'laveradi. Hammasi mana shu yerda pishiriladi bular ham. Bu yerdan bular cho'chqa go'sht bo'lgani uchun bu yerdan tovuq go'sht olaman do'stlar. Mana tovuq go'shti. Ya'ni oyog'i faqat juda ham zo'r qilib pishirilgan, juda ham shirin qilib pishirilgan. Key qoch bolakay. Hamda chikin olmoqchi edim, lekin men bu xola bilan men bu amaki yo'l bermayapti. Sizlarga siniraman. Mana chikin olmoqchiman. Mana do'stlar, bu ham tovuq, chikin, buni bilsalar kerak nimaligini. Va eng asosiysi esimdan chiqilishiga sal qoldi do'stlar. Mana sous olishim kerak. Chiji sous, ya'ni pishloqli sous juda ham yaxshi ko'raman. Chikinlar bilan birga yesa juda ham mazali bo'ladi do'stlar. Bu yerda demak pishmagan go'shtlarmi, bilmadim bu. Mana koreyskiy mana salatlarmi, bilmadim. Shunaqa go'sht aralashgan salat. O'sha narsalar. Men bu aravachani qo'yib yurmasam bo'lmaydi shekilli, bor joyga qo'yib keyin yurishim kerak, bo'lmasa bu yerda yurib bo'lmaydi do'stlar. Va bugun odam juda ko'p. Men bu vaqtinchalik qo'yib turmasam harakatlana olmayapman. Va bu ham nimaligini ham bilmayman to'g'risi. Mana shunday Koreyada juda ham ko'p bizga notanish bo'lgan, biz umrimizda ko'rmagan narsalar bor. Mana go'shtlar qaranglar. Menimcha bular hammasi cho'chqa go'shtdan, faqat mana shular, demak bular qo'y go'shtdan ekan. Amaki qochib turing endi. Mana xullas turli xil go'shtlar. Bu yerda mana turli xil guruchlar, koreyslar bilsalar agar, guruchsiz ovqat yemaydi. Bularning asosiy ovqati guruch hisoblanadi. Bu yerda mana meva, chevalar, uzunlar kattaligini qaranglar do'stlar. Mana shunaqa narxi ham o'ziga yarasha 14 ming won. Yo'qmas. Endi aylanib bu yoqqa kirib ko'ramiz va bu yoqda sovuqligini, xolodilnikmi bu nima bu? Meva chevalar saqlanar ekan, shuning uchun muzdak. Bu yerda tuxumlar. Bitta tuxum ham olamiz, bir kletka. Oppa. Ba'zida mana shunaqa tuxum ham qo'g'irib turaman. Ovqat qilmasam ham tuxum qo'rishni bilaman, lekin ovqat qilmasligimning sababi do'stlar, ovqat qilishni bilmayman emas, ovqat qilishni bilaman, lekin odam yeydigan ovqat chiqmaydi, doim juda bemaza bo'ladi. Shuning uchun yaxshisi ko'chadan olib yeyman, shunaqa doim. Voy dod, yo'l beringlar endi, bemalol vlog olaylik. Piyozlar. Bu yerda bananlar, aytgancha do'stlar, Koreyada bananlar juda ham arzon. Mana ananaslar. Koreyada mana shunaqa sitrus mevalar arzonroq, oddiy mevadan ko'ra. Olma, nok, yana shunga o'xshagan mevalar qimmat, lekin bananlar arzon do'stlar. Shunaqa Koreyada olmalar qimmat lekin. Bu yerda mana napitkalar bloklab qilib qo'yishgan. Bu yerda donali ololmaysizlar. Faqat mana shu blokdan olish kerak. Men koladan ko'ra Fantani yaxshi ko'raman do'stlar. Shuning uchun biz Fanta olamiz. Upakovkasini chiroyligini qarang do'stlar. Mana Fanta. Fantadan bitta olamiz. Voy, og'irligini mana. O'zi ham kichkina razmeri. Men bu soklardan ham olgan bo'lardim. Lekin hozir hammasini ko'tarib ketolmasam kerak do'stlar.
O'zi shundoq ham ko'p narsa olmayman deb narsa ko'payib ketib qoldi. Menimcha bu hammaga tekkan kasallik. Probkaga tushib qoldim do'stlar. Yurib bo'lmaydi. Odam ko'pligidan boshim aylanib ketyapti to'g'risi. Shuning uchun hozir faqat mana shu narsalarni olib uyga ketamiz. Mana eng katta очередь do'stlar. Oho, biz kassaga очередьga turmaymiz-da. Narsalarimiz ko'p bo'lmaganligi sababli o'zimiz skaner qilishga harakat qilamiz agar bu ham очередь bo'lmasa. O yaxshi очередь bo'lsa ham bu yer. Mana narsangiz ko'p bo'lmasa, bemalol mana uzoq kutmasdan, очередь kutmasdan mana shu yerda o'zingiz xarid qilgan narsalaringizni mana shunaqa bu yerlardan mana skaner qilib olib ketishingiz mumkin bo'ladi. Demak, kichkina narsalardan boshlaymiz. 쿠폰을 스캔하신 후 신세계 포인트 정리. 결제하실 카드를 카드 투입 후 끝까지 밀어넣으세요. Olgan narsalarimni skaner qilib chiqdim. U yerda video olmadim, gapirib video olmadim. Sababi u yerda turgan odamlar hammasi menga mana shunday qilib qovog'ini solib qarab turishdi. Qo'rqdim to'g'risi desam. Hozir xullas tez-tezda narsalarni skaner qilib olib chiqdim. Bo'ldi do'stlar, chiqib ketyapmiz endi. Soat ham kechki 6-7 bilmayman necha bo'lganini. Avtobusdan tushdim do'stlar. Uyga yetib keldim. Bu tomonda anaqa salon bor ekan. Avtosalon. Xullas, hozir yangi kameramda olyapman mana shu vlogda. Bugun sizlar bilan birgalikda ham vlog oldik, ham yangi kameramni sinab ko'rdik. Va sinab ko'rish kerak, chunki brak chiqib qolishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Shunday qilib, mana shu yerda sizlar bilan xayrlashaman do'stlar. Umid qilamanki, video sizlarga yoqdi. Albatta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Sizlar bilan ham vlog bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha bye do'stlar.